Uyg'ur va Sharqiy Turkiston nomlari qachondan beri ishlatilgan? Hozir dunyoning har qaysi joylarida ko'chkunda yashayotgan Uyg'urlar orasida o'z vatanining ismi bo'lgan Sharqiy Turkiston davlat bayrog'i milliy kimlik haqida asosan birlik bo'lsa-mu, qisman odamlarda yanada Uyg'urlarning islomga va turklikka bog'lanib kelishidan ansiraydigan şu nuqtadan Uyg'urlarni va ularning vatan davosini Uyg'ur nomida elib mengishini tashabbus qiladigan ahvollar bor. Aksicha Uyg'urlarni büyük islom dunyosining bir qismi ekanligini bekrak ta'kidlaydigan ba'zi odamlarda bo'lsa, Uyg'urlarni amalba Sharqiy Turkiston musulmonlari degandek nomlar bilan atab Uyg'ur nomini chatga qoqadigan xohishlar mavjud. Uyg'urlar o'z milliy kimligimizni bir butun holatda tonishga va tonutishga muhtoj bo'layotgan paytlarda Uyg'urlarning orasida umumyuzlik mavjud bo'lib turayotgan tarix haqidagi ba'zi mujmalliklarni oydinlashtirish zaruriyati bilan Uyg'ur va Sharqiy Turkiston nomlarining zodi qachondan beri ishlatilganligi haqidagi ba'zi faktlarni bildirishni loyiq ko'rdik. Uyg'urlar Xitoyning rasmiy tashviqotlari va siyosiy tarix materiallarida Uyg'ur degan nomning milodidan burungi 3-asrdan boshlab Xitoy tarixida ko'rilishga boshlaganligi va 7-asrdan boshlab siyosiy sahnalarda yetakchilik rolini o'ynaganligi aytiladi. Uyg'urlarning bir butun tarixini faqat Uyg'ur degan nom ostidan izlash Uyg'ur tarixini tor doirada cheklab qo'ydi. Gabain 1901-1993 yashagan. Gabain xonimning ma'lumotiga qaraganda Tarim vodisida milodidan 500 yil burunla Uyg'ur nomida davlat bo'lgan ekan. Uning bu qarashini Ptolmeyning Coğrafiya degan asrda bayon qilingan Serisliqlar Yipak eli haqidagi qarashlari quvvatlaydi. Milodi 2-asrda yashagan Ptolmey o'zining Coğrafiya degan mashhur asrida Tarim vodisini Seris Yipak eli deb ataydi va shundaqla yerlik xalqning o'zlarini shu yerdagi daryoning ismi bilan Uyg'ur deb ataydiganligini qayd qiladi. Ptolmey Uyg'ur mamlakatining o'ttirisidan eqib o'tadigan daryoning ismini Uyg'urdosh daryosi deydi. 1930-yillarda cho'chakda yashab o'tgan tarixchi va olim Murat Ramzi, ya'ni Murat apandining Talifi Qul Axbor degan asrida Uyg'urlar haqidagi rivoyatlardan naql keltirib, cho'ng ko'chishdan keyin Sharqiy Turkistonda qolgan aholilar 19 qabila bo'lib, 10 daryo atrofida o'ltiraqlashganlari 10 Uyg'ur, 9 daryo bo'yida o'ltiraqlashganlari 9 Uyg'ur deb atalgan. Aradan necha yuz yillar o'tgandan keyin 10 Uyg'ur bilan 9 Uyg'ur birlashib bir davlat bo'lgan va Uyg'ur deb atalgan. Bularni tunji bo'lib birlashtirgan kishi Qaraxon deb atalgan bo'lib, u vaqt zamonimizdan, ya'ni 1930-yillardan 4895 yil burunqi chog' edi deydi. Xitoylarning eng qadimki putuklarida Xitoyning g'arbiy shimolidagi eng kuchli qo'shnisi Guifang deb atalgan bo'lib, Huangdi davrigacha yetib bordiganligi aytiladi. Tarixchilar Guifang degan ismni qadimki Hunlarni olvastidek qo'rqinchli qilib shundoq tasvirlagan deb faraz qilishgan bo'lsa-mu,
Xitoyning Chig'noq tog'oq yeziqlarining eng nopozliq mutaxassisi va tarixchi Chen Bo-chen o'zining atalmış Şinjangdagi millatlarning qisqacha tarixi degan asrida aniq qilib Guy degan xatning 4000 yil burunqi o'qilishining Uygur yoki O'g'ur ekanligini, uning Uyg'ur degan so'zning eng dastlabki xotirlanishi bo'lishi mumkinligini aytdi. G'arblik turkshunoslarning tadqiqotlariga asosan Uyg'ur degan nom Aryanlar Yevropaga ko'chishdan xeli burunla Yevropada ko'rilishga boshlagan bo'lib, eng kechikkandimi milodidan 1000 yillar burun Uyg'ur degan nom Yevropada bo'lgan. Milodidan 700 yil burun Tarim vodisidan ko'chgan bir bo'lak inson Hungariyaning Karpat o'ymonligiga berib joylashgan va bugungi Hungariya, ya'ni Vengriya degan davlatning asosi bo'lib qolgan. 5-asrda Attila boshchiligida Yevropaga besib kirgan Hunlarni Yevropaliklar On Uyg'ur deb xotirlagan bo'lsa, bu qo'shinlarning ichidagi eng oldida kirganlarini Qut Uyg'ur, Ot Uyg'ur, Sar Uyg'ur degan nomlar bilan qalamga olgan. Gerçi Yunan, İran, Hindi manbalarida Uyg'urlarning ajdodlari Turan deb atagan zimindagi xalq Saklar degan nom bilan mashhur bo'lgan bo'lsa-mu, shu zo'r Sak imperiyasining hukmron urug'i Uyg'ur deb atalganligi ma'lum. Uyg'urlar faxrlanib tilga oladigan Afrasiyab, ya'ni Olib Ertunga va Tumaris büyük saklar yoki Turanlarning xaqallari hisoblanadi. Britaniya tarixchisi James Chorchwardning Mo quruqligi haqidagi bir yurish asarlariga qaraganda Uyg'ur degan nom Tinch okeandan Skandinaviyagacha so'zilgan imperiyaning nomi bo'lib, Büyük Uyg'ur imperiyasi deb atalgan. Bu imperiya 20 ming yillar ilgiriki tabiiy ofatda vayron bo'lgan bo'lib, Uyg'urlar Tinch okeanga cho'kib ketgan Mo quruqligida yashagan 10 asosliq millatning ichidagi eng cho'ngi bo'lgan. James Chorchwardning nevarasi Jack Chorchward apandi NASA'ning bo'shliq qurollari mutaxassisi va tonilgan tarixchi bo'lib, Uyg'urlarning tavranmas qo'llug'uchisi. U gerçi bovusining asarlarida aytilgan rivoyatlardagi tarixlarga tanqidiy nazar bilan qarasimi, Uyg'urlarning Osiyo va Yevropaga zo'r ta'sir ko'rsatgan qadimiy madaniyatlik millat ekanligiga cheksiz ishonadi va bu millatni qo'g'dab qilishni o'zining umrlik nishoni qilgan. 17-asrda yashagan Xiva xonligining podshohi Obulg'ozi Bahodir xon o'zining Türklar shajarisi degan asrida Uyg'urlarni yuksak so'ygi bilan tilga olgan va shu qadimgi xalqning avlodi bo'lganligidan faxrlanadiganligini yozgan. Bu asarda yana Xorazm va Xurosonda ko'p sonda Uyg'urlarning yashaganligini tilga olgan. Sovet ittifoqi parchalangandan keyin oshkorlangan materiallardan ma'lum bo'lishicha 20-asrning 5-ida elib berilgan Rus tadqiqotchilarining statistikalariga asosan O'zbekistonda 92 qabilasi bo'lib, 90% ga yaqin aholining Uyg'ur va Qorluq degan ikki qabilaga mansub ekanligi ko'rsatilgan. Gerçi 20-asrning 5-iga kelganda Sharqiy va G'arbiy Turkistonga tarqalgan Uyg'urlar bir butun millat nomi bilan Uyg'ur deb atalmagan bo'lsa-mu, Uyg'ur degan nom hech qachon yo'qolib ketgan emas. Yana bir masala,
G'arbiy Turkistondagi O'zbekiston qatorliq yerlardagi Uyg'urlarning bir qismi garchi Qashqar rayonidan Farg'ona vodiysiga ko'chganlarning avlodi bo'lsa-mu, ko'pinchisi aslidan shu yerda yashagan, ammo keyingi milliy kimlik bekitishda O'zbek kimligi ostiga o'tmay saqlanib qolganlardir. Yetsu vodisidagi Uyg'urlarning hammasi ili tarafdan ko'chib o'tganlar bo'lmasdan, ko'p qismi azaldan shu yerda yashagan Uyg'urlarning avlodidir. Ruslar 19-asrda Manju imperiyasining kelishim orqali kesib olgan 500 ming kvadrat kilometr Yetsu zaminida yashagan Uyg'urlarmi shu zamin bilan Ruslar ishg'oliyatiga o'tib ketgan. Sharqiy Turkiston. Sharqiy Turkiston degan ismga nisbatan Xitoy butun kuchi bilan uning faqat jo'grafiyalik nom ekanligini, siyosiy ma'nini yoki biror territoriyani bildirmaydiganligini kuchab tashviq qilib kelmoqda. Sharqiy Turkiston bu nom siyosiy jinoyatga bog'langan holdagi cheklangan ism. Yaqinqi yillardan beri Xitoy Sharqiy Turkiston degan nomni yo'shirolmaydigan holga kelgachga, uni butun kuchi bilan terrorizm va pan-turkizm bilan bog'lab, Uyg'urlarga asossiz jinoyat ortib kelmoqda. Xitoyning donglik tarixchisi va O'rta Osiyo tarixi mutaxassisi Wang Jilay atalmış Turkiston haqida degan asrida Turkiston degan nomning faqat tarixiy bir nom ekanligini, bu nomni g'arbliklarning xato qo'llanganligini tushuntirishga tirishgan bo'lsa-mu, u tilga olgan ma'lumotlardan bu zaminning 1000 yil burunla Turkiston deb atalganligini ko'rgili, 1805-yilda Sharqiy Turkiston deb atalganligini va uning Xitoy tarafidan besivilingan ekanligini belgili bo'ladi. Dunyo tarixidagi qimmatli asar hisoblangan Hududul Olam degan kitob 1000 yil ilgari yozilgan bo'lib, garchi xaritalar bizgacha yetib kelolmagan bo'lsa-mu, Turkiston degan ismning shu chog'dala bir territoriyani bildiradigan ism ekanligini ko'rgili bo'ladi. 18 va 19-asrda Osiyo xaritasini sızgan Yevropalik olimlar Turkiston degan ismni hargizmi o'zlari xohlagancha qo'yib olgan bo'lmasdan, tarixiy va ilmiy faktlar orqali bekitib chiqqan. Fransuz tarixchisi Buffer Claudi 1671-yili 1737-yillar yashagan. Claudi sızgan 1790-yili e'lon qilingan Osiyo xaritasiga asoslanganda vatanimizning ustida Turkiston degan xatlarni ko'rgili bo'ladi. Bu g'arb manbalarida Turkiston degan atalg'uning eng burunqi ishlatilishi bo'lishi mumkin. Undan burunqi xaritalarda Kichik Buxoro deb ilingan. 1805-yili Rossiya tarafidan Xitoyga avatilgan Timkovskiy Xitoyga elchilikka berishga doir ahvollar nomli kitobida Sharqiy Turkiston atalg'usini ishlatgan. Donglik German jo'grafiyashunosi Ferdinand Freiherr von Richthofen, ya'ni 1833-1905-yillar yashagan. O'zining Sharqiy Turkiston degan asrida shimolda Altay tog'laridan janubda Tibet egizligigacha, g'arbda Pamirdan sharqda Qinxay egizligigacha bo'lgan zaminni Sharqiy Turkiston deb aniq ko'rsatgan. Rossiya O'rta Osiyoni besib olgandan keyin o'z ishg'oliyatidagi zaminlarni asli nomi bilan Turkiston deb atab gubernatorlik yoki valilik ta'sis qilgan. Sovet ittifoqi qurilgandan keyinmi G'arbiy Turkiston zimini
yanıla Türkistan Abdunum Cumhuriyeti bolgan. 1924-yili milliy tarkiblarni ayirish yig'ini orqali Türkistan Cumhuriyeti 6 bo'lakka parchalanib, Türkiye milletlerinin namida Cumhuriyet kurulgan ve Türkistan atalgısını emelden kaldırgan. 1933 yılı ve 1944 yılları iki Cumhuriyetni kurgan devlet atıları Şarkı Türkistan degan namni qo'llanishda tarixiy ve ilmiy paketlarni asas qilgan. Hergiz mu o'zi xohlagancha ism qo'yib olgan emas.